بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث الدرس الرابع والعشرون. 24 درس. Dersning dialogini boshlashdan ilgari biz darsdagi muhim nuqtaliq grammatikalarni bir ixchamlab olaylik. Bugungi darsimizda asosan 6 turlik muhim nuqtaliq grammatika bor. Birinchisi, bugungi dars o'rganmoqchi bo'lgan bob fillarimizdan istaf'ala, yastaf'ilu babi. Istaf'ala, yastaf'ilu babi. Ham istaf'ala, yastaf'ilu ninki turilish ahvoli mandaq. استفعل ماضي، يستفعل مضارع، استفعال مصدر، مستفعل اسم فاعل، مستفعل اسم مفعول، لم يستفعل في الجهات، لا يستفعل في النفي، استفعل بuyruq fe'l، ليستفعل üçüncü şahs buyruq fe'l، لا تستفعل nahi hadir. Bunun turilish ahvoli shu. Endi bu bobninki asosliq mushu bobga o'zgarishdagi ma'nosi talab qilish, izdash, so'rash degan ma'noda. Masalan, xaraja chiqdi, istaxraja bir narsani chiqishni talab qildi, chiqishni izladi yoki chiqadi degan ma'noda. Saqa sug'urdi bo'lsa, istasqa su talab qildi degandek ma'noda. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu birinchi nuqtaliq grammatika. Ikkinchi nuqtaliq grammatika kay. Endi arab tilida sabab maqsadni ifodalaydigan kay deb bir huruf bor. Endi bu asosliqqa kirish obyekti fe'l mudori'larning ustiga kirib, fe'l mudori'ning oxirini zavar qiladi. Masalan, ana ajtahidu kay anjah. Men imtihonda o'tish uchun yoki muvaffaqiyatga erishish uchun tirishiman. Aslamtu lillahi robbil alamin kay adkhulal janna. Men jannatga kirish uchun Allohga musulmon bo'ldim, Allohga bo'ysundim degan shakllarning hammasida kay fe'l mudori'ning oldiga kelib, buning oxirini zavar qildi, ma'no jihatda sabab maqsadni ifodalaydi. Endi ko'pincha hollarda bu kayningki oldiga lam jardan birisi, zir o'qitadigan lamdan birisi, ya'ni sabab maqsadni ifodalaydigan ismlarga kirib zir o'qitadigan lamdan birisi qo'shilib keladi. Ya'ni likay degan shaklda ishlatilinsa bo'ladi. Andan kayningki bayatimiz degandek sabab maqsadni ifodalashdan boshqa keynidagi jumlalarning hammani nimaga o'zgartiradi? Masdarga o'zgartiradi. Masalan, bayatdagidek kay adkhulul janna desak, jannatga kirish uchun deb adkhulni, ya'ni adkhulni dukhul degan masdar ma'noda tarjima qilamiz. Buni vaqtda nimaga ta'vil qilamiz desa, aslamtu li dukhulil janna deb tafsir qilamiz. Mushta tushunsak bo'ladi. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta izan. İzen deganmi kayga o'xshash fe'l mudori'ning oldida kelib, fe'l mudori'ning oxirini zavar qilgan harf bo'lib, buni biz harfi javob deb ataymiz. Yana bu tarjima jihatda undaqda, undaq bo'lsa degandek tarjima qilinadi. Masalan, birisi sa'azuruka al-yawma ba'da salatil maghrib inshaalloh. Bugun men sizni sham namozdan keyin yo'qlab boraman desa, men nima deyman? Izan antazirak. Undaqda sizni saqlab turay. Bu bek yaxshi lug'at. Hada ahsana mu'tamin madrasi. Bu bek yaxshi lug'at, maktab ishlasi bo'ldigan desa, izan nashtari, undaqda nashtariya, undaqda buni sotib olaylik degandek. Ata ustozimiz keldi-kan desa, izan nastaqbilahu fil matar. Undaq bo'lsa biz uni aydurumda qarshi olaylik, oldiga chiqaylik degandek, undaqda, undaq bo'lsa degan ma'no tarjima qilinadi. Undan keyin kelgan fe'l mudori nima qiladi? Zavar o'qiladi. Endi bu shu izanninki fe'l mudori'ni zavar qilishning tuandek 3 sharti bor. Birinchisi, bu izan jumlaning 5 tikilishi kerak. Ikkinchisi, izan bilan fe'lning o'tirisi ayrilmagan bo'lishi kerak. Ya'ni izan bilan fe'lning o'tirig'iga bir narsa tushib olsa bo'lmaydi. Ammo qasam tushsa bo'ldi, bulusizlikninki inkarining la nafiya deymiz, inkarining lasi tushsa chatoq yo'q. Ammo bu ikkisidan boshqa har qanday bir narsa izan bilan fe'lni o'tirib chiqib qolsa, fe'lni zavar qilinmaydi fe'l mudori'ni. Uchinchisi, cho'qqum fe'lninki ma'nosi ifodalagan ma'nosi kelgusi zamon ifodalagan bo'lishi kerak. Mana bu 3 xil shart topilgan vaqtda izan fe'l mudori'ning oxirini zavar qila oladi. Mana bu
izangi munosabatlik mazmunlar. Ham 4-chi bugungi darsga 4-chi muhim nuqtalik grammatika holat jumla. Hamda holat degan fa'il yoki maf'ulun bihning sharkatni yuz bergan vaqtidagi holatini bayon qiladigan bo'lak holat deb ataladi. Hamda holat ba'zida birlik, ba'zi jumla bo'lib ketadi. Biz bu to'g'riliq oldingi darslarimizda bir necha rat so'zlagan. Hamda jumla bo'lgan vaqtida mazi jumla bo'lib qolsa, ya'ni o'tgan zaman jumlasi bo'lib qolsa, mushu o'tgan zaman jumlaningki hol jumla bo'lishiga yarash uchun cho'qim oldiga qat kelish kerak. Masalan, bizning darsimizda shunga o'xshash holda bir jumla bor. Al-ana ta'ti wa qad intahat dars. Hozir kelamsa, dars tugab qolgan tursa. Bunda boshqa nurg'un misol bor. Masalan, Maryam alayhisolamningki anna yakunu li ghulam va lam yamsasni bashar. Hada lam garchi qad kelmagan bo'lsa-mu, manjati o'tgan zaman bo'ldi emasmi? Ondan keyin Zakariya alayhisolamningki anna yakunu li ghulam va qad balaghanil kibar. Bu holat jumla balag'a degan ma'zi o'tgan zaman ma'ni kelgan fe'l mushning oldiga qat kelish orqali nimaga yaradi? Hol bo'lishga yaradi. Undan boshqa Dakhaltul masjid va qad sallama al-imam. Masjid kirsam imom salom bir bo'pti. Degandek holat jumla fe'l mudori, nima fe'l ma'zi musbat bo'lgan vaqtida uning oldiga nima kelish kerak? Qat kelish kerak. Mushu nuqta bugun o'rganmoqchi bo'lgan 4-chi muhim nuqta. Ya'ni qayta takrorlab o'taylik. Holat jumla fe'l ma'zi musbat bo'lgan vaqtida cho'qim bu jumlaningki hol bo'lishga yarash uchun oldiga nima kelish kerak? Qat kelish kerak. 5-chi muhim nuqta ja'ala fe'l to'g'risida so'zlaymiz. Endi ja'ala me'langa ma'lumliq mush o'rganishlarimizda arab tilida arabcha kitoblarda va ko'p uchraydi. Ham ja'alaninki tuandagidek bir necha xil ma'nisi roli bor. Birinchidan ja'ala sayyara ma'nisida. Vaqti tarjimani qildi, o'zgartdi, paydo qildi degandek ma'ni tarjima qilamiz. Bu vaqtda grammatika jihatdagi alohidligi ja'aladan keyin ikki maf'ul keladi. Bu ikki maf'ul asli mubtada xabar. Masalan, al-khamru harom. Haroq harom desak, mushni ja'ala fe'lni qo'shib ifodalamoqchi bo'lsak, ja'alallohu al-khamra haraman. Alloh haroqni harom qildi. Sayyara. Burun unda emasdi, o'zgartirgan gap emasmi? Burun haroq harom emas, keyin qana qildi, harom qildi degan ma'ni ifodalaydi. Al-khamra birinchi maf'ul, harom ikkinchi maf'ul. Asli ja'ala kelmagan vaqtida al-khamru mubtada, harom nima xabar. Buni o'xshash misollar Qur'oni Karimda intayin ko'p. Ikkinchidan ja'ala zonna ma'nosida keladi. Zonna ma'nosida. Masalan, men uni gunohkor qilib qo'ydim. Deydigan bir bizning fe'llarga turmush so'zlarimizda men uni gunohkor qilib qo'ydim. Deydigan bir gaplarimiz. Ya da qilib qo'ydim degan gap, ya'ni uni gunohkor deb o'ylab qopdim. Jahaltuhu asiman. Men uni gunohkor qilib qo'ydim degan gap, uni gunohkor deb o'ylab qopdim dedi. Bu Qur'oni Karimdagi misoli masalan buningki va ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahman inasa. Ular Allohning bandalari bo'lgan, Allohga ibodat qiluvchi bo'lgan malaikalarni inas. Ya'ni ayol qilib qo'ydi, ya'ni ayol deb o'ylab qoldi, gumon qilib qoldi degan ma'noda keladi. Bu ja'alaning ikkinchi ma'nosi, zonna ma'nosi keladi. Ja'alaning 3-chi alohidligi af'alu shuru'larning qatoridir. Ya'ni sharkatni qilishga boshlagan fil roli bor. Bu vaqtida bu qonunning rolini qiladi degani ismisini pesh xabarini zavar qiladi, ammo xabari fil mudori keladi. Masalan, ja'ala tiflun yabki. Bala yig'lig'ila boshladi. Yani ja'ala boshladi deb tarjima qilamiz ja'alani. To'rtinchi ma'nosi ja'alaninki avjada ma'nosi bilan keladi. Ya'ni paydo qildi degan ma'no. Bu vaqtda fil tam deymiz. Ikki maf'ul ketadigan va yoki ism xabar ketadigan ahvol yo'q hozir holatda. Bu vaqtda birla maf'ul ketadi. Masalan, Alloh taolaninki alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard va ja'ala az-zulumati wan nur. Osmon zaminni yaratgan, nur, zulumat va nurni paydo qilgan Allohga hamd bo'lsin. Ja'ala az-zulumat va nurni avjada az-zulumat va nur deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni qorong'ulik va yorug'likni paydo qildi deb. Bu vaqtda odatga normal tilga aylanadiki, ilgirikidek sayyama ma'nosida yoki zanna ma'nosida yoki shuru fe'l deb tushunsak bo'lmaydi vaqtda. Mana ja'ala arab tilida bizning hozircha tushunishimizcha 4 xil ma'no keldi. Birinchisi sayyara ma'noda, ikki maf'ulni savar qiladi. Ikkinchisi zanna ma'noda. Üçüncüsü, zanna ma'nosi olgan vaqtda yuqoridagidek
ikki maf'ul keladi, ha? Ikki maf'ul keladi. Uchinchisi af'alu shuru' bo'ladi. Bu vaqtida ismi silfash vaqtida xabaringiz var, ammo xabari fil mudari keladi. To'rtinchisi avjida ma'nosi odatdagi normal filga aylanadi. Fil tam degan odatdagi normal to'liq filga aylanadi. Vaqtda bir maf'ul kasb bo'ladi. Mana bu 4 alohidlikka ega ja'ala. Endi bugun darsimizdagi 6-chi muhim grammatiklik nuqta mutakallimning yasiga bir narsa muzab bo'lsa, shu muzab bo'lgan narsaning oxirida alif yoki sakin o'qilgan ya kelib qolsa, alif yoki sakin o'qilgan ya kelib qolsa, mutakallimning yasini zavar o'qiymiz keskin. Masalan, asa. Mening asam demek bo'lsak, asaya. Cho'qim asay degan bo'lmaydi bu yerda. Dunyaya, yadaya, fataya deganlarga o'xshash. Endi qaytib takrorlab olaylik. Mutakallimning yasiga bir ism muzab bo'lib qoldi. Shu ismning oxirisida ya alif yoki sakin o'qilgan ya bo'lib qolgan bo'lsa, mutakallimning yasini nima o'qiymiz? Zavar o'qiymiz. Bu darsimizdagi 6-qoida. Yuqoridagi qoidani tushungan bo'lsanglar, men darsni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. Udkhul ya Zakariya, ta'akharta kathiran. Ma alladhi akharak? Kuntu mut'aban. Fastalqaytu ala qafaya ba'da as-salat likay astariha qalilan, faghalabani an-nawm. وما استيقظت إلى الساعة 9 فتوضعت وتوجهت بسرعة إلى هناك. لا استحممت ولا أفطرت. أيوقظك زملاؤك؟ إن زملائي الذين يسكنون معي ذهبوا كلهم إلى المطار لاستقبال رئيسهم. لا بأس، اقرأ الحديث يا مروان. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. يدخل عبد الملك. الآن تأتي وقد انتهى الدرس أوكات. ذهبت إلى مستوصف الجامعة فحولني الطبيب إلى المستشفى العام. فلا بأس عليك، طهور إن شاء الله. استأذنت المدير؟ نعم، استأذنته قبل الذهاب فأذن لي. يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويصر إليه حديثا: يا فضيلة الشيخ، أريد أن أتحدث إليك في موضوع ولكنني أستحي. قل: ولا تستحي، أحتاج إلى مبلغ من المال استقرضت من بعض زملائي فلم يقرضوني، فهل يمكنني أن أقترض منك؟ نعم، جزاك الله خيرا، سآتيك بعد صلاة العصر إن شاء الله. إذن أنتظرك. أنت الآن في البيت الجديد أليس كذلك؟ بلى، أسى أن تكون مستريحا فيه. نعم، الحمد لله. زكريا كر، تأخرت كثيرا. بكيشك كتم. ما الذي أخرك؟ سيزني كيشك ترغن نرسي نما ياكي سيني كيشك ترغن نرسي أن مشاهدة سواقتاشلا إشكخل بابنينكي فرقني سلش ترايلي. تأخر أخر، كيشك تردي كيشكتي، تفعل فعل. إشكي بابنين معنى سلش ترايلي. كنت متعبا، بك چارچاب كتكن إدم. فاستلقيت على قفاي بعد الصلاة لكي أستريح قليلا. نمازdan keyin azroq dam olish uchun keynichimga o'zimni tashlagandim. Asli fastalqaytu ala qafay hammasini qo'shilib turoqliq ibora yotqandim deydi. Masalan bizning anaqa Uyg'ur tilidan bag'o o'zimni sal tashlab atgandim deganda kelar bir xil aramab yetishni. Yadimi? Fastalqaytu degan tashlagan edim degan ma'noda. Ala qafaya degani mening keynichimga keyni tarafimcha, ya'ni o'ng'dusga yotqandim degan gap. Amishadagi bizga munosabatli grammatika fastalqaytu istaf'ala yastaf'ilu babidan. Qafaya mutakallimning yasi ya.
qafa muza bo'ldi, qafaning oxirisi alif bo'lg'achqa qafa yerdagi mutakallim niyosi zavar qildi. Yeni bir grammatika likay astarihadagi kay fil mudorining oldiga kirib sabab maqsadni ifodalaydi. Aram elish uchun deb masdariga o'zgartdi. Astarihaning oxirini zavar o'qitdi. Undan keyin kayning oldiga biz harfi jar odatda harfi jarning lemo'g'an lam qo'shilib keladi degan to'q, ya'ni likay deb keldi, ha. Fag'alabanin nawm, meni uyqu besyapti. Va mastayqaztu ila sa'ati at-tasi'a. Men faqat soat 9 da uyg'onibdiman. Ya'ni istayqaza istaf'ala babidan. Fatawadda'tu wa tawajjahtu bi sur'atin ila hunak. Tahorat elib bu yerga tezlikda qarab keldim. Tavajjaha, yuzlandim, qarab maqdim degan ma'noda. Lastahmamtu wa la aftartu. Yuyunmudim, nashtamo qilmadim. Istahmamtu, istahamma yastahimmu babdan, istaf'ala yastaf'ilu babdan. Alam yuqizka zumala'uk? Seni savoqdoshlaring uyg'otmadimi? Inna zumala'i allazina yaskununa ma'i zahabu kullu min al-matar li-istiqbal ra'isihim. Men bilan turadigan savoqdoshlarim ularning hammasi aydurumga raisini kutib olish uchun ketdi. Zahabu ketdi. Albatta li-istiqbal istaf'ala yastaf'ilu babidan chiqqan masdar istif'al li-istiqbal. La bas. Hech qisi yo'q. اقرأ الحديث يا مروان. مروان حديثنا أقوه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال أبي ذر رضي الله عنه پیغمبر عليه السلام دين پیغمبر عليه السلام الله تبارك وتعالى نن مندق ديگرليكني روايات قان حديثتا روايات قلب مندق deydi. يا عبادي اي بندلرم إني حرمت الظلم على نفسي. من özümgü zulmni haram qildim. Ve ja'altuhu beynakum muharrama. Ve onu sizlarning aranglarda haram qildim. Ya da ja'altu sayyara ma'nosini haram qildim degan ma'noda. Fala tazalamu. O'zaro zulm qilishmanglar. Tafa'ala babi o'zaro o'rtoqlik ifodalaydi, o'rtoqlikni. Ya ibadi kullukum dal. Ey bandlarim, sizlarning hamringlar ozg'un. Illa man hadaytuhu. Faqat men hidayat qilgan kishidan boshqa. Ya da illa g'ayri ma'nosida yoki men hidayat qilgan kishidan boshqa hammanglar ozg'un. Anda o'gandan keyin fa sabab maqsadni ifodalaydi. Fastahduni, mendan hidayat talab qilinglar, ahdikum, sizlarni hidayat qilaman. Istahda yastahdi istaf'ala babidan harakatni talab qilish degan ma'noda. Ey bandalarim, sizlarning hammanglar och, faqat men tamoq bergan kishidan boshqa. Anda o'gandan keyin fastat'imuni, mendan tamoq talab qilinglar, ut'imkum, sizlarga tamoq beraman. Ya'ni istat'ama yasta'imu istaf'ala babidan tamoq talab qilish degan ma'noda. Ya ibadi kullukum aarun. Bandlarim, ey bandlarim, sizlarning hammanglar yalang'och. Endi demakchi o'g'li kim kiyolmaysizlar. Illa man kasawtu, men faqat kiygizgan odamdan boshqa. Fastaksuni, mendan kiyim berishni, kiyim kiygizishni talab qilinglar, aksukum, sizlarga kiyim kiygizaman. O'shashlar istaf'ala babidan istaksa yastaksi, kiyim berishni talab qilish, kiyim kiygizishni talab qilish degan ma'noda. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar va ana aghfiru lakum. Ey bandlarim, sizlar kunduz va kechalarda, kecha va kunduzlarda xatolisizlar. Va ana aghfir lakum. Men sizlarga barliq gunohlaringizni mag'firat qilaman. Fastaghfiruni. Unda o'g'andan keyin fastaghfiruni, mendan mag'firat talab qilinglar. Ya'ni g'afara mag'firat qildi, istag'firani istaf'ala babidagi istag'fara mag'firat talab qildi. Aghfir lakum, sizlarga mag'firat qilaman deydi. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Yadkhulu Abdul Malik rivoyat qildi. Al-ana ta'ti wa qad intaha ad-dars awqat. Hozir kelamsiz, dars tugagan yoki tugay deb qolgan tursa. Ya'ni kat degani tugaylar deb qolgan degan ma'noda. Undan keyin wa qad intaha ad-dars degani holat jumla. Bayatimiz degandek madi musbat holat jumla bo'lib qolsa, oldiga cho'qim nima qilish kerakdi? Qat qilish kerakdi. Agar qat kelmasa, nim bo'lanmaydi, hol bo'lanmaydi. Zahabtu ila mustawsaf al-jami'a. Men universitet ambulatoriyasiga borgan edim. Fahawwalani at-tabib ila al-mustashfa al-'am. Doktor meni cho'ng doktorxonaga yo'tkidi. Havvala yo'tkidi, avatdi degan ma'noda. Hamda mustashfa mustawsaf bu har ikkilisi istaf'ala babin istawsafa yastawsifu degan gap kasalni surishtirib, kasal izdigan degan. Mustawsaf ism zaman ism bo'lgan, ism maf'ul ism zaman ism bo'lgan bilan bir shaklda, ya'ni tekshiradigan o'rin, davolaydigan, tiz davolaydigan o'rin. Mustashfa o'xshashlar davolaydigan o'rin degan ma'noda. La ba'sa alayk, hech qisi yo'q. Tahurni inshaalloh. Alloh poklikni bera, yaxshilikni bera.
astazantal mudir, astazanta. Asli istazanta. Beşiga hamza ham kelgandan keyin istazanta bo'lganmi? Ikki hamza bir yerga kelib qolsa, ikkinchi hamza qanday qilinadi? Tashlanadi. Shuni astazantal mudir. Ya'ni mudirdan ruxsat so'rganmidim. Naam. Istazantuhu qabla az-zahab fa azna li. Men darajdan ilgari mudirdan ruxsat so'rgandim. Istaf'ala yastafilu babidna ruxsat so'rash. يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويوصل إليه حديثه. قنقرق چلنب o'qituvchi chiqib ketdi, uningga Hamid agishib, uningga bir gapni yushurun qiladi. Yushurun qiladi, maxfiy qiladi. Ya fadlati shayx, ey hurmatli shayx, uridu an atahaddas ilayka fi mawdu. Men sizga bir tema to'g'risida, bir ish to'g'risida siz bilan paranglashaylik, sizga gap qilay degan. Uridu xohlayman degan gap. Walakinnani astahi. Men biroq xijlab qoldim. Walakinnani astahi, xijl bo'laman, haya qilyapman, hech xijl bo'lyapman. Qul la tastahi. Da'va xijlanma. Ahtaju ila mablag'in min al-mal. Men azroq summadagi pulga ehtiyojlik edim. Istaqraltu min ba'd zaman mishadiki istaf'ala, ifta'ala, af'ala yuf'ilu 3 babga bek diqqat qilaylik. Istaqraltu min ba'd zamala'i. Men bir qism saboqdoshlarimdan qarz so'rdim. Istaf'ala babi so'rash, talab qilish degan ma'noda. Falam yuqriduni, ular menga qarz bermadi. Aqrada yuqridu, qarz bermagan. Fahal yumkinuni an aqtarida mink? Sizdan qarz oson bo'lamdi. Anmada iqtarada yaqtarizu qarz elish, aqrada yuqridu qarz berish, istaqrizu qarz so'rash degan ma'noda. 3 bobning 3 xil ma'nosi chiqadi va na'am. Bo'ladi. Jazakallohu xayra. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Sa'atika ba'da salatul asr inshaalloh. Men sizning qishingizga Allah xolisa asr namozdan keyin baray yoki kelay. İzen antaziraka. Undaqda seni saqlayman. İzen undaqda deb jumla başida keldi. Shuni antazira deb nima qildi? Zavar qildi. Anta al-ana fi baytikal jadid. Alaysa kazalik? Siz hozir yangi uyingizda-ku? Shunda emasmi? Bala, shundoq. Asqa an takuna mustarihan fi. Uningda qachon aram rahat bo'lgansiz. Antakumadagi asa yaxshi ishni umid qilgan ma'noda. Ya'ni sizningki bu uyda rahat turishingizni, rahat bo'lishingizni umid qilaman degan ma'noda. Naam. Shundoq. Alhamdulillah. Allohga shukr. Tushunmagan tarafinglar bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.